To'g'ri tushuning, biologik faol qo'shimchalar bu dori vositasi emas. Ular kasallikni bir zumda davolamaydi yoki simptomlarini darhol yo'qotmaydi. Biologik faol qo'shimchalar antibiotik ham emas. Ular infeksiyalarni darhol o'ldirmaydi yoki o'tkir holatlarda birinchi yordam ko'rsata olmasligi mumkin. Lekin biologik aktiv qo'shimchalar bu organizm uchun yordamchi manba, tanani kerakli vitamin, mineral va biologik aktiv moddalar bilan qo'llab-quvvatlaydi. Biologik faol qo'shimchalar bu yetishmovchilikni to'ldirish vositasi, ya'ni noto'g'ri ovqatlanish, stress yoki ekologiya sabab yuzaga kelgan kamchiliklarni bartaraf etishga yordam beradi. Biologik faol qo'shimchalar bu immunitetni mustahkamlovchi omil, ya'ni organizmni o'zini o'zi himoyalash qobiliyatini kuchaytiradi. Biologik faol qo'shimchalar bu tiklanish jarayonini tezlashtiruvchi vosita, ya'ni kasallikdan keyin tananing tiklanishiga yordam beradi. Biologik faol qo'shimchalar bu muntazamlikni talab qiluvchi mahsulot, ya'ni ularning foydasi vaqt o'tib doimiy to'g'ri qabul qilgandagina bilinadi. Biologik aktiv qo'shimchalar sog'lom turmush tarzining bir qismi. Ular harakat, uyqu bilan birgalikda ishlanganda yaxshi natija beradi. Bu reelsni biologik faol qo'shimchalar nima ekanligini tushunmaydigan yaqinlaringizga yuborib qo'ying.